mavzumiz mavzusi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 12 apreldagi 63-sonli farmoni. Bu farmon bizga muhim bugun, chunki asosiy 4 ta maqsadi qamrab oladi. Noqonuniy aralashuvlarni cheklash, korrupsion xavflarni kamaytirish, tadbirkorlar va davlat organlari o'rtasidagi muloqotni shaffoflik va hisobdorlikni ta'minlash. Nazorat qilish organi kompetensiya tuzilmasi tomonidan 3-yilda asosligi baholanadi. Davlatnoma tuzilgan sanadan boshlab 3 kun ichida tizimga ma'lumotlarni kiritib qo'yishingiz kerak. Aynan ko'rilgan bitta holatni qaytarib ko'rmasangiz bo'ldi. Tadbirkor tekshirishda ishtirok etmayapti. Tadbirkor ishtirokisiz davlatnoma tuzib, bo'lsa jinoyat ishini qo'zg'atish masalasini hal qilish uchun huquqni nazorat qiluvchi organlarga yuborib olib, jinoyat ishi qo'zg'atilib ketayotgan holatlar ham bo'ladi. Qaror bilan tekshiruvlar o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangan. Nizomning 25-bandida aniq yozilgan. Tadbirkorlik subyekti rahbari yoki vazifasini bajaruvchi shaxs tekshiruvda ishtirok etmasa, talab qilingan hujjatlarni taqdim qilmasa, tekshiruv boshqa vaqtga ko'chiriladi. Tadbirkorlik subyektining ro'yxatdan o'tkazishda yagona davlat nazorati tizimida shaxsiy kabinet avtomatik tarzda ochiladi. 2026 yil 1-avgustdan boshlab biznes himoya ko'rigi joriy etiladi va muloqotlarni yagona tizimda ro'yxatga olishni ta'minlovchi biznes himoya ko'rigi bo'lganishi vaqtda tizimga yuklanadi ma'lumotlar. Bu yerda ertaga javobgarlik masalasi ko'rilayotgan vaqtda bu kimgadir yuklab qo'ygan ekan degan barcha asos bo'lmaydi. Chunki nazorat qiluvchi organning rahbarini o'sha bergan topshirig'i yoki buyruqlari prezident farmon qarorlaridan ustun hisoblanmaydi. Sababli prezident farmon qarorlariga asosan mansabdor shaxslarni majburiyatga kirganligi sababli bir mansabdor shaxs bu yagona davlat nazorati axborot tizimidan foydalanish tartibini bilib olib, tekshiruv bo'yicha zarur hujjatlarni o'z vaqtida va o'z o'rnida yuklashlarini talab qilib bo'lamiz.